Assalamualaikum küçük dostlar. Bugünkü anglaydigan çöçkimiz qar bala. Qar yığıp bütün yer jahan oppoq qarga purkinibdi. Qar to'xtab, ana to'shqan turuq setib olishga bormoqchi bo'lganda, aq böcek "Menmi boraman, uyda yolg'iz qolg'im yo'q" deb turibdi. Undaqda hoylig'i bir qar bala yasab beray. U sana hamroh bo'lsin, debdi ana to'shqan. Ana to'shqan bilan oq böcek birlashib, bir kamdila semiz, kulimsirab turgan qor baladan birini yasabdi. Ana to'shqan menish oldida oq böcekga: "Uyga kirib, cho'g'danlar yanida o'ltir. O't pastlab qolsa, o'tin silib qo'y. O't o'chib qolmasin qo'zam", deb tapilabdi. Oq böcek o'tni ulug' qalib etibdi. Uy isishga boshlabdi. Oq böcek asnab karvatga chiqib, bir damdila uxlab qolibdi. Bo'ylidagi qar bala ko'zini chimchiqlatib, put qo'llarini midirlatib, asta-asta harakatlanib, naqsha aytib, usul o'ynashga boshlabdi. Qor bala shunday ko'ngillik o'ynab etib, tuyuqsiz uy tarafdan chiqqan tutunni ko'rib qopdi-da: "Bo'lmabdi. Oq böcekning yog'och uyiga o't ketibdi", deb to'g'lab ketibdi. Aslida oq böcek o'tni ulug' qalib etgachga, o't ustal o'rindiqlarga tushib ketib, uyga o't ketgan ekan. Oq böcek bo'lsa, hech nimani tuymay, tatliq uxlayotgan ekan. Buni ko'rgan qor bala uy tarafga qarab etilibdi. Uy ichini quyuq issiqdek qoplagan bo'lib, o't hamma yerga tutashgan ekan. Qor bala issiqdan qo'rqsimi, hech ikkilanmasdan uyga kiribdi. O't tarafdan uning badanidan sho'ruldab suv eqishga boshlabdi. Qor bala quyuq issiqdek orasidan oq böcekni tepibdi-da, quchoqlab ko'targan beti uydan unib chiqibdi. Xira uyquda yotgan oq böcek ko'zini ochib, qor balani ko'ribdi-da, yana uyquga ketibdi. O'rmonlikdagi fil, qora eyiq, kirpi qatorliqlar ko'tarilayotgan o't yalqinini ko'rib, o'tni o'chirish uchun yetib ketdi. Maymunchaq o't o'chirish mashinasi bilan o'tni o'chiryapti. Ana to'shqanmi qaytib ketdi. U bolasini chin quchoqlab turib: "Hey bolam, uyga o't ketsimi tuymay, nimanchalik uxlagansan ha?" debdi. Shundala u o'zini qor balaning qutqizib olganligini bilibdi-da: "Ha, qor bala ekan-da", deb qopdi. U anasining quchqidan sakrab tushib, taraf-tarafga chepib, qor balani izlabdi. "Meni qutqizgan qor bala, sen nada?" deb rosa to'g'labdi. Qor bala tepilmabdi. Aslida qor bala uni qutqizaman deb o'tda erib ketgan ekan. Oq böcek anasining qo'yniga o'zini etib: "Qor bala meni qutqizaman deb erib ketdi. Bu nima degan yaxshi?" deb yig'laydi. Quyosh ko'tarilib, yer jahonni qildirganda, suvga aylangan qor bala qorga aylanib, ko'kka ko'tarilib, oq bulutga aylanibdi. Qor balaga to'liq o'xshaydigan osmondagi oq bulut oq böcekga qarab kulib turib salom berganda, oq böcek "Rahmat sizga qor bala", deb rosa to'g'labdi. Do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.